Temur kim bo'lgan? Jaloliddin kim bo'lgan? Kimligini qo'y dunyo, nomini aytsang jim bo'lgan. Ozbek, Nitsa, Komil, Zayev. Hali Xorazmiyni aytsang bas. Men o'zbekman, men o'zbek, otam o'zbek, men o'zbek. San'atbek ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. Men o'zbekman, men o'zbek, onam o'zbek, men o'zbek. San'atbek ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. Qay birini aytay mardligini ancha, o'zbekni qudratini ko'rgan